Bugungi bizni mehmonimiz Shahnoza Husaynova. Bugungi kundagi savdolari 1,5 milliard so'mga yetgan. To'g'risi juda ham qo'rquvlar kuchli bo'lgan. Proyektni boshlashimizdan ham sabab shu narsa bo'lgan. To'g'risi juda ham stressli holat bu. Butun O'zbekiston bo'ylab sizni o'rningizga uzun market yetkazib beradi va bir kunda va tekin. Menga o'xshagan insonlar hamma narsaga qiziqishadi va xohlashadi o'rganishni, bilishni. Sizni kichkina xatolaringiz ham katta jarimalarga olib kelishi mumkin. Boshlash narxi ahamiyatsiz, muhimi o'zingizni olgan birinchi katta mablag'ingizga nima xarid qildingiz? Kattasi uy bo'ldi. Yaqinda o'zimga uy sovg'a qildim. Qo'limizdan ko'p narsa kela oladi. Mana o'zini biznesini boshlamoqchi bo'lgan ayollarga juda ham katta yordam bo'lgan bo'lardi. Hech narsa qilmaslikni badalini siz hech narsaga erishmaslik bilan to'laysiz. Shuni unutmang. Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun Business Woman loyihamizning birinchi podkasti. O'ylaymanki, siz uchun manfaatli va qiziqarli bo'ladi deb. Bugungi mavzuyimiz juda ham ko'p ayollarning orzusida bo'lgan, lekin qo'rquvlarni uyg'otadigan, qanaqadir chegaralar sababli hech qadam qo'ya olmayotgan onlayn biznes haqida. Aniq bilaman, sizni ham qanaqadir g'oyangiz bor onlayn biznesni boshlash borasida. Bugun albatta bu podkastni oxirigacha ko'ring, siz uchun manfaatli va qiziqarli bo'ladi. Bugungi bizni mehmonimiz Shahnoza Husaynova. Uzum platformasida 2 yillik tajribaga ega muvaffaqiyatli seller hisoblanadi va ularning hozirgi kundagi savdolari 1,5 milliard so'mga yetgan. Shuning uchun bu insonning tajribasiga juda qiziqdik. Eng muhimi, Shahnoza bu yo'lni o'zlari bosib o'tganlar va nafaqat nazariy, balki amaliy o'zlarining tajribasi bilan bo'lishib va aynan ayollar uchun Uzumda qanaqa qilib savdoni boshlash to'g'risida o'zlarining sirlari bilan bo'lishadilar. Assalomu alaykum Shahnoza, sizni ko'rib turganimdan bugun juda ham xursandman. Xush kelibsiz bizning podkast studiyamizga. Ayollarimiz sizni yanada yaxshiroq bilish uchun o'zingizni batafsilroq tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, xush ko'rdik, yaxshimisizlar? Men Shahnoza Husaynova 2 yildan beri Uzum Market platformasida savdo qilaman. Tajribali, amaliy ekspertman hamda hozirgi kunda bir oyda 1,5 milliard so'mlik savdo hajmiga egaman. Juda ham zo'r. Boshida boshlaganingizda qo'rqmadingizmi? To'g'risi juda ham qo'rquvlar kuchli bo'lgan. Ayniqsa odamlar nima deydi yoki yaxshi yurib ketmasa-chi, yaxshi bo'lmasa-chi degan qo'rquvlar juda ham kuchli bo'lgan. Va bilimsizlik natijasida hamda qo'rquvlar bilan boshlaganim sababli dastlabki 2 oy mobaynida to'liq zararga kirganman. Hattoki soliqlarni to'lashga ham savdodan pul yetkiza olmaganman. Va 2 oydan keyin bilim, tajribalar bilan sekin-sekin plyusga kirib, mana hozirda bir oyda 1,5 milliard so'mlik savdo bo'ladi. Menimcha bu juda ham katta summa. O'zi bilasizmi, sizni taklif qilishganini birinchi eshitganimda juda ham xursand bo'lib ketdim. Sababi, boya o'zim aytib o'tganimdek, o'zim ham Uzum platformasiga qiziqqan insonman va sizdan tajriba olish, bilimingizni olish va aynan qanaqa qilib Uzum platformasida inson o'zini biznesini boshlashi mumkin deydigan savollar o'zimda ham bor edi. O'ylaymanki, juda ham ko'pchilik ayollarda bor. O'zini qanaqadir mahsulotini sotish yoki o'zi qanaqadir mahsulotlar olib kelib sotish. Shuning uchun bugun o'zingizni bilimlaringizni qizg'onmasdan bizning auditoriya bilan bo'lishasiz degan umiddaman. Albatta. Mana qarang, aytdingizda, boshlaganimda boshida menda tajribasizlik, bilimsizlik bo'lganligi uchun 2 hafta, 2 oy dedingiz, hech qanaqa daromadga kira olmadim, zarariga ishladim dedingiz. Endi menda bitta shu gapingizdan keyin savol tug'ildi. Agarda sizda bilimlar bo'lganda, agarda kimnidir tajribasi sizga qanaqadir dars bo'la olganda, mana shu xatolarni oldini olishingiz mumkin bo'larmidi? Albatta, 100%. Boshidagi 2 oyda agar menda bilim va tajriba bo'lganda, men noto'g'ri tovarlar tanlab qo'ymasdim, pullarimni muzlatib qo'ymasdim va soliqlarga ham bemalol pul, o'sha foydadan pul chiqardi. Aynan bilimsizlik juda ham katta to'siq bo'ladi odamda. Hozirgi mana zamonaviy kasblarda, ayniqsa marketplace'larda, savdoda bilim va tajriba juda ham muhim rol o'ynaydi.
O'zi bu proyektni boshlashimizdan ham sabab shu narsa bo'lgan. Ya'ni, bilasiz, men shunaqa qilib tushuntiraman. Mana A nuqta va B nuqta deb oladigan bo'lsak, agarda biz B nuqtamiz, ya'ni maqsadimiz bo'ladigan bo'lsa, u maqsadga o'zimiz ham yetib kelishimiz mumkin, lekin xatoliklar, urilishlar, o'xshamasliklar, kimdir chekinib ham ketadi. Bizni ustozimiz, qo'llab-quvvatlaydigan, yonimizda turadigan insonimiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri B nuqtamizga, ya'ni maqsadlarimizga erishishimiz mumkin deb hisoblayman-da. Va har bir yo'nalishda inson yetarli darajada bilimi bo'lishi kerak, kimdandir o'rganish kerak, tajribani oladigan bo'lsa, xatolar baribir kamroq qiladi deb hisoblaganim uchun ham shu proyektni boshlashda men juda ham xursand bo'ldim, chunki mana o'zini biznesini boshlamoqchi bo'ladigan ayollar juda ham ko'p va ular ham mana shu xatolarni qilmasdan sizni bilimingizdan oladigan bo'lsa, mana loyihamizda hali kursimizda sizdan ayollar to'laqonli o'rganishadi. Nima xatoliklar qilish kerak emas, aytganingiz mahsulotlarni qanaqa qilib tanlash kerak bo'ladi, qanaqa risklari bor, nimani oldini olish mumkin, hammasini to'laqonli o'rgatasiz, Xudo xohlasa. Va keyingi sizga beradigan savolim, nimadan boshladingiz? Mana nima uchun aynan Uzum platformasini birinchi bo'lib tanladingiz? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Boshida offline savdoga kirganmiz biz, ya'ni Chinni bozorda do'konimiz bo'lardi. 6 oy mobaynida shu Chinni bozorda savdo qildim, o'zim o'tirib magazinchi bo'lib. Lekin bilasizmi, meni ko'nglimdagidek savdo bo'lmadi. Ham sovuqda, issiqda magazinda o'tirish, mijoz kutish, undan keyin har bitta mijoz bilan suhbatlashish, uni ko'ngliga qarash, yaxshi gapirish, to'g'risi juda ham stressli holat bu. Va qarasak, savdo hajmi yaxshi emas. Bu yoqda naloglar chiqadi, magazinni har xil kommunalniy to'lovlari bor. Va qarasak, marketplace'larda savdo juda ham rivojlanib ketyapti. Ayniqsa Uzum market o'sha paytda endi trendga chiqqan edi. Hamma Uzum marketdan oladi, dastavka bepul, bir kunda yetkazib berish. Mana offline savdoda faqat Toshkentda bitta magazinda savdo qilsangiz, u lokatsiya bilan cheklangan. Sizni atrofingizdagi odamlar kelib oladi. Lekin Uzum marketda siz mahsulotingizni qo'yasiz, butun O'zbekiston bo'ylab sizni o'rningizga Uzum market yetkazib beradi va bir kunda va tekin. Mana shu sababdan Uzum marketga kirishga qaror qildim va Uzum marketda savdoni Allohga tavakkal qilib boshladim. Hozirgi paytda juda ham xursandman va mamnunman. Yaxshi ham o'sha paytda eng vaqtida kirib olgan ekanman. Chunki qanchalik kechiktirganingiz sari yana ham qiyinlashib boraveradi. Qancha vaqtli kirsangiz, shuncha yaxshi. Demak, afsusda emassiz Uzum platformasini tanlaganingizdan. Nabarot, men vaqtliroq kirmagan ekanman deyman. Yana ham vaqtliroq kirganimda bundan ham zo'r bo'lardi deb o'ylayman. Lekin hamma narsani o'z vaqt soati bor, shu vaqtda yozilgan ekan. Shu gapingizga qo'shilaman. Mana ba'zan odamlar voy vaqtliroq boshlashim kerak edi, boshlamadim deydi, lekin biz har doim biz uchun eng xayrli narsa bo'lishiga ishona degan bo'lsak, ichimizdan qoniqish bo'ladi. Agar voy shuni qilmadim deydigan afsuslar bilan yashasak, bu bizga shunchaki to'siq bo'lib qolishi mumkin, xalaqit berishi mumkin maqsadlarimizga erishishga. Endi yana bir savol, sizni yaqinlaringiz qanaqa bu narsani qabul qilishdi? Uzum platformasiga kirishingizga qo'llab-quvvatlashdimi? Qanaqa, masalan, bu ham katta risk, to'g'rimi? Baribir jur'at bo'lishi kerak sizda, qo'llab-quvvatlashlar bo'lishi kerak yaqinlaringizni. Shu borada ham ozgina bo'lishsangiz. Yo'q, aksincha, yaqinlarim tarafdan ham qo'llash bo'lmadi boshida, chunki aytganingizdek risk, Uzum market baribir onlayn platforma, tovaringiz qo'lingizda emas, Uzum market omborida turadi. Qo'rqishdi, pullar havoga uchishi mumkin, ishonchli emasmi deb, lekin bitta meni qo'llab-quvvatlagan yonimda ukam turdi. Ukam, yo'q, boshlaymiz, mayli, boshida zararga kirsak ham, men sizni qo'llab-quvvatlayman, men yoningizda turaman, boshlaymiz, davay. Qo'rqmang, yaxshi bo'lib ketadi deb ukam qo'llab-quvvatlab turdi va mana yaxshi bo'lib ketdi, Xudoga shukr. Hozirgi kunda ukangizdan juda minnatdorsiz. Albatta.
Sizni qo'llab-quvvatlamagan yaqinlaringizchi qanaqa reaksiya qilishadi hozirgi kunda? U qo'llab-quvvatlamagan insonlar hozirgi kunda o'zlari Zoom marketda savdoga qiziqishadi, naborot. Men ham savdoga kiraman, o'rgating, yordam bering deb o'zlari o'qib, o'rganib, ancha yaqinlarimdan ham Zoom marketga kirishdi, savdolarni boshlashdi. Haqiqatdan Uzum market hozirgi kunda juda ham bir gigant O'zbekistondagi marketplace hisoblanadi. Bu narsani hattoki men psixolog bo'lsam ham bizga ham ta'siri bo'ldi. Qanaqa taraflama ta'siri bo'ldi? Orzular xaritasi bokslarim bor va meni obunachilarim so'rashni boshlashdi. Qachon Uzum marketdan olsak bo'ladi? Uzum marketga qo'yganmisiz yo'qmi? Uzum marketga qo'ying, biz o'sha yerdan buyurtma beramiz. Bizga shu narsa qulay. Va shunda menga g'oya keldi. Ha, demak, produksiyani Uzum marketga qo'yish kerak va odamlar uchun bu narsa hozirgi kunda juda ham aktual degan savol. Shuning uchun meni o'zim ham shaxsan sizni kursingizda o'qimoqchiman. Qiziq menga, o'zim ham o'rganmoqchiman. Boshqa bironta insonga albatta bu narsani delegировать qilib topshirish mumkin, lekin menga o'xshagan insonlar hamma narsaga qiziqishadi va xohlashadi o'rganishni, bilishni. Shuning uchun Xudo xohlasa meni ham o'quvchilaringiz qatorida ko'rarsiz. Albatta, Xudo xohlasa. Uzum market platformasida o'zini ishini boshlamoqchi bo'lgan ayol qizlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz, nima maslahat bergan bo'lardingiz? Eng avvalo shuni maslahat beraman, o'zboshimchalik bilan, ya'ni o'zim ham eplab keta olaman degan fikr bilan boshlashmasin. Juda ham mana tajribam davomida ko'p kuzatdim shu narsani. O'zim eplab keta olaman deb boshlagan insonlar 3 oyga ham bormasdan tez fursatda Uzum marketda savdolarni tugatishadi. Ya'ni u yer shunaqangi platformaki, sizni kichkina xatolaringiz ham katta jarimalarga olib kelishi mumkin. Aynan yangi boshlagan sellerlar bu xatolarni bilishmaydi, qanday aylanib o'tishni, bu xatolarni qilmaslik uchun nimalar qilishni yoki qilmaslikni bilishmagani uchun shu xatolarni qilib turib katta jarimalarga ega bo'lishadi va foyda u yoqda tursin, minus ham mayli, yana qarzga ham kirib chiqib ketishadi. Shuning uchun tajribali, bilimli, amaldagi seller bo'lgan insondan o'qib, o'rganib, keyin kirishni maslahat beraman. Mana Uzum platformasida inson o'zini mana noldan aytaylik, o'zini biznesini boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, minimal darajada qanaqa mablag' kerak bo'ladi? Dastlabki endi boshlash uchun $100 ham yetarli. Lekin keyingi oylardan yana tovar sotib olish va soliqlarni to'lash uchun har oy qo'shib turadigan mablag'i bo'lsa, qanchadir katta miqdorda summasi bo'lishi shart emas. Deylik, har oy o'zi davlat ishida ishlasa yoki qo'shimcha ishi bo'lsa, qanaqadir yoki bozorda savdo qiladi, onlayn savdosi bor, unga qo'shimcha ravishda Uzum marketda savdoni boshlasa, har oy $100, $200 dan qo'shib yoki o'sha sotilgan tovarlarni pulini yechib har oy investitsiya qo'shib bemalol $100 bilan ham boshlasa bo'ladi. Faqat keyingi oylarda qo'shib turishga puli bo'lishi kerak va soliqlarni to'lashga. Demak, $100 dan ham o'zini biznesini boshlaydigan insonlar bor. Ha, boshlash narxi ahamiyatsiz. Muhimi davomida pul qo'sha olish imkoniyati borligi. Hozir kunda siz ham ayol tadbirkorsiz, businesswomansiz deb ayta olaman. O'zingiz qanaqa his qilyapsiz? Mana katta pul topishni boshlaganingizdan keyin o'zingizda, ruhiy holatingizda, qanaqadir hayotingizdagi turmush tarzingizni sifatida nimadir o'zgardimi? Albatta, 100% o'zgardi. Siz yaxshi daromad qilishni boshlaganingizdan keyin o'zingiz birinchi navbatda o'zingiz moliyaviy erkin bo'lasiz. Ya'ni qo'lingizda o'zingizga yetarli darajada pulingiz bor, o'zingizga, farzandlaringizga ko'nglingiz tusagan narsalarni sotib ola olasiz bemalol. Kimnidir qo'lida ishlamaysiz, boshlig'ingiz bo'lmaydi, nazorat qiladigan, gapiradigan, nimadir vazifani bajarib qo'ymasangiz, ancha yuqori darajaga o'sganingizdan keyin atrofingizdagi insonlarning munosabati ham boshqacha bo'ladi. Eng avvalambor sizni yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, tanishlaringiz sizga boshqacha hurmatda, boshqacha munosabatda bo'lishadi. Undan keyin boshqa tanimagan insonlar ham sizga havas ko'zi bilan qarashadi. Bu juda ham odamni o'zini
o'zidan faxrlantiradigan his-tuyg'u bu. Juda ham boshqacha his-tuyg'u. Har bitta ayolga shu hisni tuyishni men nima deydi? Xohlayman. Haqiqatdan ham ayol kishini o'zini puli bo'ladigan bo'lsa, men ham o'ylayman, o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi. Qanaqadir o'zini aytganingizdek yuqoriroq darajada his qilishni boshlaydi va bilasizmi, insonni mana bu mablag'sizlik, pulsizlik yoki doimiy kimgadir moliyaviy qaram bo'lib qolish insonni juda ishonchini sindirib, o'ziga bo'lgan samootsyenkasini tushirib yuborishi mumkin bo'ladi-da. Shuning uchun men ayollarga aytgan bo'lardim, harakat qiling. Qo'ldan kelgancha harakat qiling. Pul topishga, o'zingizni ustingizda ishlashga, rivojlanishga, baribir turmush o'rtog'ingiz sizga yaxshi mablag' beradigan bo'lsa ham, inson o'zi bilan o'zi bu hayotda faxrlanib, qo'limdan nimadir keladi, qobiliyatlarim bor deb ayta olishi uchun ham uni sevimli yoki qiziqarli ishi bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Endi sizga beradigan keyingi savolim, mana Uzum platformasida o'zingizni biznesingizni rivojlantirib kelyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? Qanchalik Uzum platformasini kelajagi buyuk? Kelajagi juda ham davomiy deb o'ylayman. Uzum market, undan tashqari hozirgi kunda O'zbekistonga yana yangi marketplace'lar kirib kelmoqda. Shuni aytmoqchiman, yangi baribir kirib keladi marketplace'lar. Albatta. Marketplace'da savdo qilishni o'rganish bu hozirgi zamon bilan hamnafas bo'lishga teng. Chunki bilasizmi, hozirgi kunda insonlar offline bozorlarga, magazinlarga borishga erinishadi. Undan tashqari yuqori tirbandliklar mavjud. Ko'chalarda insonlar ko'p vaqtini tirbandliklarda kutish bilan o'tkazishni xohlashmaydi. Tayyor marketplace'lardan ko'rishadi, o'zlariga maqbul narx, maqbul mahsulotni tanlab buyurtma qilishadi va uylarini yonigacha yoki uylarigacha bemalol olib kelib berishadi va bu tez, bir kunda hamda bepul bo'ladi. Bu juda ham katta qulaylik. Insonlar tayyor mahsulotni tekshirib qabul qilib olishadi va u yoqmasa qaytarishlari ham mumkin. Qaytarish ham pullik emas. Shu taraflari juda ham qulay bo'lgani uchun buni kelajagi bor deb o'ylayman. Xudo xohlasa, offline da hozir unchalik savdo yo'q, o'zingiz bilasiz. Hamma imkon qadar onlayn, hamma narsani onlayn qilishga o'tib ketgan. Marketplace'lar esa eng asosiy bu tovarlarni sotib olish bazasi hisoblanadi. Haqiqatdan ham meni hozir tasvirlab berdingiz. Chunki oldin rosa ham yaxshi ko'rardim bozorga borishni, bozor energiyasini juda ham yaxshi ko'rardim. Lekin hozirgi kunga kelganda unaqa emas. Chunki birinchidan haqiqatda aytganingizdek, yo'l ko'p vaqt olib qo'yadi va u yoqda o'zingiz kerakli bo'lgan mahsulotni qidirib topguningizgacha ancha-muncha vaqtingiz ketib qoladi va inson ulg'aygani sari, dunyoqarashi o'zgargani sari vaqtini juda ham qadrlaydigan inson bo'ladi va men uchun ham vaqt eng muhim resurslardan hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi kunda 99% desam ham bo'ladi, faqatgina onlayn shopping qilaman. Uyga kerakli bo'ladigan produktlarni ham masalan Korzinka Go'dan olaman, xolodilnikka hammasini to'ldirish kerak bo'ladigan bo'lsa buyurtma berib qo'yaman. Bironta boshqa narsa kerak bo'ladigan bo'lsa Uzumga murojaat qilaman. Xullas juda ham qulay. Albatta. Va hozir kelayotgan avlod juda ham o'zini vaqtini qadrlaydigan, juda ham anglagan ravishda hayot kechiradigan avlod kelyapti deb o'ylayman-da. Va ularda ham bozorga bo'lgan qiziqish kamayib, onlayn shoppingga bo'lgan qiziqish ancha yuqori darajaga chiqib ketadi. Va shuning uchun menimcha ham Uzum platformasini va onlayn shopping, onlayn biznes platformasini ham aktualligi endi hech qachon o'zini yo'qotmasa kerak. Doim aktual bo'lib qolsa kerak. Bu degani ayollarimiz hali boshlamagan bo'lsa ishini уже boshlashi kerak va kelajakda nafaqat o'zi uchun, balki farzandlari uchun ham yaxshigina mablag' qoldirib keta oladigan darajaga chiqishi hozirgi kunda bu realniy. Oldin o'ylashimiz mumkin edi, bozorga chiqish kerak, mahsulotlarni olib kelish kerak, chet davlatlarga odamlar uchib ketardi, o'sha chet davlatlardan olib kelishardi. Lekin hozirgi kunda shu darajada hammasi onlayn
onlayn va avtomatlashib ketdiki, siz buyurtma berasiz, mahsulotlaringizni olib kelib berishadi. Hattoki o'sha o'zim skladigacha olib kelib berishadi. Xullas, men o'ylayman, ayollar uchun ham maksimal darajada qulayliklar yaratilgan. Qulaylik va ajoyib daromad manbai hisoblanadi hozir. Eng yaxshi foyda olib keladigan va ayollarni siz aytganingizdek unchalik qiynamaydigan jismoniy jihatdan ham bosim bo'lmaydigan yaxshi biznes turi bu. Endi bitta savol menda tug'ildi. O'zingizni olgan birinchi katta mablag'ingizga nima xarid qildingiz? O'zingiz uchun. Bilasizmi, boshida faqatgina reinvestitsiya bo'ldi. Ya'ni o'zini o'ziga urib оборотni kengaytirish uchun va undan keyin eng kattasi uy bo'ldi. Yaqinda o'zimga uy sovg'a qildim. Молодец. O'sha yangi qurilgan uylardan, Uchtepa avenyudan o'zimga 2 xonali uy sovg'a qildim. Bu men uchun anchadan beri xohlab yurgan orzularimdan biri edi. Har bitta ayolda, har bitta qizda baribir o'zini shaxsiy uyi bo'lishi kerak. Shunda ko'ngli xotirjam bo'ladi. Meni o'zimni makonim bor, erimniki emas, ota-onamniki emas, shaxsiy o'zimniki degan. To'g'ri, o'zim yashamasam ham, lekin meni ko'nglim to'qki, men o'zim shaxsiy pullarimga o'zimga uy sotib oldim degan xotirjamlik va g'urur, faxr berdi. Молодец. Judayam xursandman siz uchun. Ayollar nimadir yutuqqa erishadigan bo'lsa, nimadir ola olsa o'ziga, men ham judayam o'shanaqa ayollardan faxrlanaman, chunki menda ayollarga nisbatan o'zi sentimentalность judayam yuqori darajada, solidarность yuqori darajada. Shuning uchun молодец. Ancha-muncha erkaklar ham hozir kunda o'ziga o'zi uy sovg'a qila olmaydi. Ayollar juda ham kuchli, ayollar juda ham muvaffaqiyatga erishib ketayotgan davrda yashayapmiz. Va o'ylaymanki, bu biz ayollarning ham katta yutug'imiz aslida. Nimagadir erisha olishimiz va bilamiz bizni qo'limizdan ko'p narsa kela oladi. Va bizni qo'llaydigan, doim ham yonimizda yaqinlarimiz bo'lmasa ham, ich-ichimizdan ishonadigan bo'lsak, g'oyibidan ham kelishi mumkin yaxshi natijalar. Juda ham qoyil qoldim. Молодец. O'zingizga uy sovg'a qilganingiz bilan tabriklayman. Endi sizga ham savol, tasavvur qiling, siz ham o'zingizni onlayn biznesingizni boshladingiz va yaxshigina daromadga chiqdingiz. Siz o'zingizga birinchi o'rinda nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Faqat o'zingizga degan savolga javob berib keting. Boya aytib o'tganimdek, o'zimni mahsulotimni o'zimga qo'ymoqchiman va mana hozir Business Woman proyektida loyihasida o'quvchi sifatida ham qatnashadigan bo'lsam, o'zimni mahsulotimni qo'yish borasida barcha meni qiziqtirgan savollarga javob olamanmi? Darslaringiz hammasini to'liq, hech qanaqa sir asrorlarni berkitmasdan gapirasizmi? Albatta, 100%. Aynan shu narsa meni fishkam, ya'ni ko'pchilik ekspertlar aynan uzun marketga shunchaki tovarlarni joylashtirishni o'rgatishadi. Menda esa ikkir-chikirigacha, ya'ni ipidan ignasigacha uzun market o'rgatiladi. Qanday qilib oson va tez dastlabki tovarlaringizni uzun marketga joylash va dastlabki sotuvlaringizni tez boshlash uchun hamma bilimlar amaliy tarzda o'rgatiladi. Yana ham uzun market tomonidan berilgan menejerimiz har bitta o'quvchimizga amaliy va bepul yordam beradilar, ya'ni tezroq sotuvga mahsulotlari chiqishi uchun individual tarzda ham yordam beradilar. Undan tashqari o'zim ham siz aytgandek tezroq mahsulotlarni qo'yib, savdolarni tezroq boshlab, dastlabki daromadlarni olish uchun ham barcha bilim va tajribalarimni yashirmasdan amaliy tarzda o'rgatib yordam beraman. Rahmat kattakon. Men o'ylayman, baribir ham sizni yordamingiz bo'ladigan bo'lsa, ham menejer taraflama yordam bo'ladigan bo'lsa, mana o'zini biznesini boshlamoqchi bo'lgan ayollarga juda ham katta yordam bo'lgan bo'lardi-da. Sababi aytib o'tganimdek, birinchi marta bu пространствоga tushgan inson bila olmasligi mumkin-da, nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, xatoliklarga yo'l qo'yishi mumkin. Baribir darslaringizni eshitib, o'shanga rioya qilgan holatda ham nimadir yodidan ko'tarilib qolishi mumkin. Shunda sizga bemalol murojaat qilib so'rashsa, javob bera olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bemalol. Qanaqa zo'r imkoniyatlar.
Albatta, men hamma biznesni boshlamoqchi bo'lgan ayollarga tavsiya qilgan bo'lardim. Business Woman proyektimizda, kursimizda qatnashib, o'qib ko'rishingizni. Bu 1 yillik bo'ladigan loyiha, ya'ni 1 yil davomida siz har xil sohalarda bilim olib, o'zingizga ham nazariy, ham amaliy bilimlarga ega bo'lib, o'zingizni ishingizni, onlayn biznesingizni, rivojlanish qadamingizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa holat bo'lganmi? Mana Uzum platformasida o'zingizni biznesingizni olib ketayotganingizda nimadir qanaqadir noxush vaziyat bo'lib, sizni bir stupurga solib qo'ygan, nima qilishni bilmay qolgan vaziyatlaringiz? Shu boshida bo'lgan. Boshida aytdim-ku, tajribasizlik, bilimsizlik bilan boshlangan va mahsulotlarimni qo'yganman. 2 oy mobaynida umuman sotilmagan. Mahsulotlarim turgan Uzum market omborida. O'sha narsa meni juda ham chuqur depressiyaga olib kelgan va bu ish men uchun emas ekan. Tezda yig'ishtiraman bu ishni, tark etaman Uzum marketni deb qaror qilgan edim. Lekin bilimlar olish, tajribalarni o'rganish, ustozlarning yoniga borib so'rashlar bilan sekin-sekin yaxshi bo'lib ketgan. Qarang, o'shanda bir deganda bu sohadan voz kechib ketishingiz ham mumkin edi, uylik ham bo'la olmasdingiz. Nima sizga kuch berdi tashlab ketmasligingizga? Bilasizmi, asosiy narsa bu heytlar, negativlar, ya'ni shu ishni ham tashlab ketsam, meni atrofimdagilar, tanishlarim, yaqinlarim nima deb o'ylashadi? Hech narsa qo'lidan kelmas ekan. Boshlab qo'yib, yo'lni boshlab qo'yib, oxirigacha yetkazmas ekan deb ustimdan kulishadi degan narsa motivatsiya bo'lgan. Endi davom etishimga. Bu taraflama sizga heyterlar yordam bergan. Albatta. Men o'zi shunaqa deyman, ba'zan muvaffaqiyatga erishgan insonni ortida unga ishonmaydigan insonlar ham yotadi deb. Nimanidir isbotlashga harakat qilib, ba'zan inson juda ham yuksak natijalarga erishib ketishi mumkin bo'ladi. Mana sizda ham shunaqa bo'pti. Men qanaqa qilib epla olmaydi degan insonga aylanib qolaman. Hammani ko'z oldida kim bo'laman degan narsa sizga turtki beribdi-da. Hozirgi kunda sizda Uzum platformasida bitta do'koningiz bormi? Yo'q, 5 ta do'konim bor hozirgi paytda. 5 tasidan umumiy shu bir oyda 1,5 milliard so'mlik savdo bo'ladi. Mahsulotlaringiz asosan kiyim-kechak dedingiz. Ha, asosiy kategoriyam fashion, lekin boshqa kategoriyalarda ham savdo qilaman. Masalan, avtotovarlar, bolalar uchun mahsulotlar, bog' va tomorqa mahsulotlari, har xil kategoriyalarda ham mahsulotlarim bor, lekin asosiysi fashion hozirgi paytda. Mahsulotlarni o'zingiz qayerdandir borib olib kelasizmi? Ha, bizda Xitoy bilan ham ishlaymiz, o'zimizni mahalliy bozorlar, ishlab chiqaruvchilar bilan ham ishlaymiz. Ya'ni odamda to'siq bo'lmasligi kerak. Agar men Xitoydan mahsulot buyurtma qilishni bilmasam, qanday ishlab keta olaman degan qo'rquv bo'lishi mumkin ba'zilarda. Bu narsa umuman to'siq bo'lmaydi. Agar men Xitoy bilan ishlamaganimda ham bemalol o'zimizni mahalliy bozorlar va ishlab chiqaruvchilar bilan ishlab ham yaxshigina daromad qilayotgan bo'lardim. Ha, yaxshi shuni aytib qoldingiz. Masalan, o'zini biznesini boshlamoqchi bo'lgan ayollar mahsulotni qayerdan olish kerak, nima mahsulot olish kerak degan savol qiynaydi-da ularni. Ha, bilasizmi, ozgina odam aylanishi, qiziqishi, bozorlarni aylanishi, undan tashqari hozirda optim kanallar, guruhlar bor, o'shalardan ishonchlilari bo'lsa, ishlab chiqaruvchilarning ham Telegram guruhlari bor. Ishonchlilaridan mahsulotlarni sotib olib, Uzumda bemalol sotishlari mumkin. Undan tashqari bozorlarda ham optimga hozirda unaqa ustiga ko'p qo'yib berishmaydi. Bemalol arzon narxda olib, ba'zida shunaqa bo'ladiki, Xitoydan buyurtma qilganingizdan ko'ra o'zimizni bozorlardan olganingiz arzonroq tushadi. Nimaga desangiz, Xitoydan katta kollektivada yuk olib keltirsangiz, yo'l kirasi arzon tushgani evaziga arzon sota olasiz. Lekin siz kam miqdorda tovar buyurtma qilsangiz, uni yo'l kirasi qimmatga tushadi va bozordan olganingiz, naborot olib keltirganingizdan ko'ra ancha sizga arzonroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi kirmoqchi bo'lganlar bemalol o'zimizni mahalliy bozorlar bilan ham ishlashlari mumkin. Undan tashqari ham o'zini tanish ishlab chiqaruvchilari bo'lishi mumkin. Ko'pchilik uyda ham hozir ishlab chiqarishlar bilan shug'ullanishadi.
Shulardan testoviy rejimda har xil mahsulotlarni olib sotib ko'rishsa bo'ladi. Keyin bo'ldi, men o'zimga ishonchim komil, endi bemalol ko'proq miqdorda pul tikib mahsulot sotaman desa, unda Xitoydan ko'proq miqdorda buyurtma qildirib sotishsa bo'ladi. Demak, bemalol o'zimizni bozorlardan chiqib mahsulot olib kelib ham o'zimga joylashtirib yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Albatta, hozirgi paytda shu uy bekalari, talabalar ko'pchilik shu o'zimizni mahalliy bozorlar bilan ishlashadi. Bozorlarda ham optimga juda zo'r narxlarda berishadi. O'shalardan olib, siz ustiga o'zingizga yaxshi foyda qoladigan miqdorda mahsulotlaringizni sotib foyda qilsangiz bo'ladi. Demak, mana hozir o'zingizni do'koningizni olib borayotganda baribir bu ancha-muncha resurs, vaqt, e'tibor talab qiladi-da. Oila bilan mana shu biznesingizni olib borish bir xil ketyaptimi? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Aksincha, o'zi marketda savdo qilish juda ham qulay, ko'p vaqtingiz ketmaydi, ko'p energiyangiz ketmaydi. Bemalol farzandlaringizga, oila a'zolaringizga, uydagi ishlaringizga vaqt ajrata olasiz, chunki hamma narsa onlayn, ya'ni sizda bitta notebook yoki kompyuter bo'lsa yetarli. Kuniga 1 soat, 2 soat kompyuterda mahsulotlaringizni joylashtirish yoki narxlar bilan ishlash, haftada 1 marta, 2 marta Uzmarket omboriga mahsulotlaringizni yuborib qo'yasiz, qolgan hamma ishlar kompyuterda bajariladi. Aksincha, siz davlat ishida ishlasangiz yoki bozorda savdo qilganingizda yoki Instagram, Telegramlarda savdo qilsangiz, ko'p vaqtingiz klientlar bilan gaplashish yoki Instagram, Telegramda xabarlashish bilan o'tib ketadi. Davlat ishida ishlasangiz, ertalab vaqtli turib ishga ketasiz, kechki payt kelasiz. Bunda ham ko'p vaqt ajrata olmaysiz uyingizga, yaqinlaringizga. Uzmarketda esa uyda o'tirib bemalol 1-2 soatda kompyuterda ishlaringizni qilib, qolgan vaqtingizni xohlagan ishingizga, hobbilaringizga ajratib, hayotni haqiqiy lazzatini his qilib yashashingiz mumkin. Albatta. Ortiqcha stresslarsiz, ya'ni bu ishimni qilmasam boshlig'im nima derkan, hozir borib gap eshitaman, kech qolishim mumkin yoki ishdagi qolib ketgan vazifalarni uyga olib kelib, uydagi vaqti ham oilasiga emas, ishga ketib qoladiganlar bor. Uzmarket mana shu hamma stresslardan sizni xalos qiladi. Men o'zim seller bo'lib ketgim keldi. To'g'risi, rostdan aytib o'tganingizdek, mijozlar bilan yakkama-yakka gaplashish, bu narsa mana aytib o'tganimdek, o'zimni bokslarimni assistentlar baribir sotib, chiqarib yuborguncha kechalari bilan uxlamasdan chiqishadi. Hammaga javob berish uchun vaqti juda ham ko'p ketib qoladi. Uzum platformasi juda qulay. Bitta klik, o'zlari shundoq klik qilib, bemalol o'zlari buyurtma berib olishi mumkin. Hech kim bilan bunaqa gaplashib, adres tushuntirib, ularga dostavka qilib, hammasini gaplashib o'tirish kerak bo'lmaydi. Juda ham qulay. Shuning uchun ham masalan, men bo'ldi, 26-yilda aniq mahsulotlarimni qo'ymasam bo'lmaydi degan fikrga kelib ketdim. Endi qarang, sklad, omborxonasi to'g'risida ham bitta sizga savolim bor. Shunaqa vaziyat bo'ldi, eshitishim bo'yicha omborlar to'lib ketdi. Shunaqa vaziyatlar bo'lib, sellerlarni olmay qo'yishdi. O'zimdagilar hozirgi kunda unaqa muammolar yo'qmi? Yo'q, boshida Uzmarket ochilganda qanchadir vaqt o'tib, adashmasam 6 oymi shunaqa vaqt o'tgandan keyin, 6 oymi 1 yilmi vaqt o'tgandan keyin juda ham birdaniga omborga ko'p bosim tushganligi sababli 2-3 oyga yangi sellerlarni qabul qilishni Uzmarket to'xtatdi. Chunki aytganingizdek omborda joy qolmadi. Ammo bu muammoni tezda hal qilishdi, yangi sklad qurishdi. Ikkinchi skladini qurgandan keyin yana sellerlarni qabul qilishni boshlashdi. Undan keyin esa Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan juda ham katta fulfillment centrini Uzmarket ishga tushirdi. U juda ham katta maydonga ega. Hozirgi kunda 15 mingga yaqin seller bor va ularning mahsulotlarini bemalol hech qanday muammosiz qabul qilyapti va yangi sellerlarni qabul qilish ham undan keyin to'xtagani yo'q. Uzmarket doimiy ravishda mana shu ombor masalasi bilan shug'ullanib keladi. Hozirda unaqa muammolar umuman yo'q.
ayollar uchun 1-2 soat yetadi kun davomida ishlashiga deganingiz juda ham yoqib tushadi. Chunki baribir ayolmiz, bizani ayollik fitratimiz bor. Va hech qaysi ayol oilasida vaqt o'tkazish evaziga butunlay ishga sho'ng'ib ketishni xohlamaydi. Chunki farzandlar, turmush o'rtoq degan narsa bor. Shuning uchun kuniga 1-2 soat vaqt ajratib biznesni yurg'izish menimcha yomon emas. Ya'ni yaxshigina daromad oladigan bo'lsangiz, bu juda ham zo'r imkon. Oldingi zamonlardek emas baribir hozirgi kunda ancha osonlashgan imkoniyatlar bor va bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishni ham bilish kerak. Onlayn biznesda o'zi qanaqa xavf va risklari bor va buni qanaqa qilib nazorat qilsa bo'ladi? Aynan uzun market platformasiga keladigan bo'lsak, texnik tarafdan risklari bor albatta. Buni hozir to'liq tushuntirib berishim uchun podkastimiz yetmaydi, to'g'risi buni to'liq hamma risklarni, xavf-xatar yoki nima xatolar qilmasligi kerak, qaysi yo'ldan borsa to'g'ri, qaysi yo'ldan borsa jarimalar va xatolar bo'lmaydi. Buni barchasini kursda to'liq qilib o'rgatib beraman. Bu ham menimcha yaxshi sabab kursga yozilib, o'sha xatoliklarni oldini olish uchun. Endi har xil odamlar bor va hech narsani eplab keta olmaydigan odamlar ham bor-da, buni to'g'risini aytish kerak. Shuning uchun mana uzun platformasida biznesni boshlashni kimga tavsiya qilasiz va kimga qo'ying siz boshlamay qo'ya qoling deysiz? Juda ham zo'r savol berdingiz. Xo'p, uzun marketda savdo qilish kimlarga to'g'ri kelmaydi? Birinchi bo'lib juda ham tez natija kutadiganlarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bo'ldi, men mahsulotlarimni qo'ydim, srazu birinchi kundan ikkinchi kundan menga foyda kelsin deb tez natija kutadiganlarga yoki teskarisi juda ham katta risk qiladiganlar, misol uchun katta miqdorda kredit olib birdaniga hamma summasini tikib yubormoqchi bo'lganlarga tavsiya qilinmaydi. Ya'ni sekin-sekin tajriba bilan bo'lib ketish uchun bilim olib, kam-kamdan pul qo'shib, sekin ko'paytirish maslahat beriladi va dangasa insonlarga. Ya'ni hech narsa qilgisi kelmaydi, o'qigisi kelmaydi, rivojlangisi kelmaydi. Tayyor kimdir osmondan unga natija pullar tushishini kutadigan insonlarga to'g'ri kelmaydi. Yo'q, men rivojlanaman, men o'zim moliyaviy erkin bo'laman, hech kimga qaram bo'lmayman. Men insonlar o'zimni shaxsiy kuchim, o'zimni harakatlarim orqali oyoqqa turaman, mehnat qilaman deb harakat qiladigan insonlarga tavsiya qilaman. Biznes asoslaridan dastlabki bilimlarga ega bo'lsa yaxshi, lekin unchalik ham shart emas, chunki uzun marketda savdoni boshlash, to'g'ri narx belgilash, qanday qilib aksiyalarda ishtirok etish, marketing instrumentlaridan foydalanish barchasi kursda to'liq ravishda o'rgatiladi. Bilamiz, uyda o'tirgan ayollar bizani kuzatishadi, kursda o'qishadi, endi ularning ichida qanaqadir qo'rquvlar va ishonchsizlik bo'lishi mumkin. O'zini ishini boshlash uchun birinchi qadam qo'ya olishi uchun shu ayollarga, qizlarga nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Xo'p, birinchi bo'lib Allohga tavakkal qiling, hech qachon hech narsadan qo'rqmang. Yutsangiz muvaffaqiyatga erishasiz, yutmasangiz tajriba olasiz. Keyingi ishlaringiz uchun yana ham sizga bu kuchli va unutilmas tajriba bo'ladi. Har doim Allohga tavakkal qiling va doimo oldinga yuring. Hech qachon taslim bo'lmang. Masalan, qaysidir ishingiz oldin yurishmagan bo'lsa, hozir yurishmayotgan bo'lsa, bu kelajakda ham shunaqa bo'ladi degani emas. Hamma og'riqlar vaqtinchalik, inson o'sha og'riqlardan saboq oladi, dars oladi va o'sha darslarni o'zini keyingi etapiga zina sifatida ishlatadi. Allohga tavakkal qiling va o'qib, o'rganib, doimo olg'a bosing. Hech qachon taslim bo'lmang. Juda ham yaxshi tavsiyalar. Aslida bu tavsiyalarni ayollarimiz ko'p eshitishadi, lekin bilasizmi, nimada muammo? Bitta quloqdan kirib, ikkinchisidan chiqib ketishda muammo. Shu narsaga amal qilmaslikda muammo. Hamma bilaman deyishadi. Hamma bilaman, shunaqa qilish kerak emas, taslim bo'lish kerak emas, meni qo'limdan keladi deydi-da, lekin tur o'rningdan harakat qil degan. Hozir emas deydi. Bugun emas deydi. Mana shu narsa insonni oyog'idan ushlab turadi.
Ha. Aslida o'sha ushlab turayotgan inson ham o'zi. Albatta. Va menga bitta so'rashadi, mana xato qilmaslik uchun nima qilish kerak deydigan savollar bersa, men aytaman, hech narsa qilmaslik kerak. To'g'ri. Prosta harakat qilmaslik kerak. Nimadir o'rganayapsizmi, o'sayapsizmi, harakat qilyapsizmi, qanaqadir xatoliklarga yo'l qo'yishingiz bu normal holat. Muhimi to'xtamasligingiz kerak. Rivojlanishdan, ilm olishdan, dunyoqarashingizni kengaytirishdan, agarda hayotingiz yangi chiroyli darajada bo'lishini istasangiz, demak shu narsalarni qilishingiz kerak. Agarda menga bo'laveradi, shu hayot menga bo'laveradi, olib yashash yoki daromadim bo'lmasligi men uchun norma deydigan bo'lsangiz, o'sha qatlamda qolib ketaverasiz va bu sizni o'zingizni tanlovingiz bo'lib qoladi. Umid qilamanki, bugungi podkastimiz hamma ayollarimiz uchun foydali bo'ldi deb, sizga ham kattakon rahmat. Bizga bergan bilimlaringiz uchun, o'zingizni tajribangiz bilan bo'lishganingiz uchun, men uchun ham juda ham qiziqarli bo'ldi, foydali bo'ldi va ishonchim komilki, kursda yana ham ko'proq bilim olib, haqiqatdan o'zimizni ishimizni boshlay olamiz, xudo xohlasa. Albatta, xudo Chunki xohlasa. men ham endi xudo xohlasa o'quvchingiz bo'laman dedim-ku. O'zim produksiyalarim, yana produksiyalar chiqarish niyatim bor va ularni ham o'zim platformada ko'rishni xohlayman. Va ayollarimiz ham endi mana shu kursga yozilgandan keyin o'zlarining ishini boshlab, yaxshi o'ziflar bilan bo'lishadi, xudo xohlasa degan umiddamiz. Bizning asosiy darslarimiz Business Woman'ni yopiq Telegram kanalida bo'lib o'tadi va agarda siz ham o'zingizni yangi sohalarda ko'rishni istayotgan bo'lsangiz, onlayn biznesni boshlamoqchi bo'lsangiz, psixologik taraflama bilim olmoqchi bo'lsangiz, xullas hammasini mana shu loyiha o'zida jamlagan. Agarda bu narsa sizga qiziq bo'lib, siz ham a'zosi bo'lishni istayotgan bo'lsangiz, unda pastdagi raqamlarga murojaat qilasiz. Hech narsa qilmaslikni badalini siz hech narsaga erishmaslik bilan to'laysiz. Shuni unutmang. Sizga kattakon rahmat tashrif uchun. Xudo xohlasa kursda yana ko'rishamiz. Rahmat sizlarga ham taklif uchun. Kursda ko'rishguncha.